Jasur aka Sersut nomerali sigirlardan ko'rsating aka obunachilarga. Mana haqiqiy Sersut chempionlari. Bolasi gibrid buqacha. Yoraveraman degani, suti to'kaveraman degani. Ko'rsating Jasur aka. Nozi obunachilarga ko'rsating. Eng qizig'i 500 ming pul berib olib ketaversin. Molga ishonaman. Kecha kelib bugun ketayotgan mollar bas aka. O'zi gibrid bolasi semental, storidan, tig'doridan birinchi qoringa. Bolasimi buqacha. Bunaqasi hada bo'lmaydi. 200 ming foyda qilsa shu bolalar rasvoddan tashqari molni sotdik. Ayga kirib bo'lsa ham, dagi yotib bo'lsa ham dog'aman jalbi, itoydan qilishaversin. Mollar tepadigan mollarni. Shu video ostida 500 like bo'lsa 1 million yutib ketdi. Bo'ldagi mollarda xayri telefon. Bor balak. Bismillah. Yeriga yaqin suti ko'p bolasi novvoscha buqachasidan. Voy baklaringdan. Pul bermasdan olib kelib sinashib sustidan aldanganlar, moli tepayotganlar kelib bexavotir sinaqda joydan olib ketdi. Pullarni kerak, mol yo'qsa pul berishaveradi. Bankalab, litrlab o'lchab beramiz. Toza rasizga cho'rni pyostra. Buni ham bolasi novvos. Ammo lekin hosilimi dahshat. Qani, bolani qarang, buqa beribdi, buqa. Og'iz to'ldirib novvos yurasizlar. Voy aka qatdan kelyapti bular, ey. Aka bular tishga vaydilar, chiqyapti aka. Voy. Mana ovozlarini qaranglar. Vaza. Qanday sharmollar. Shular yomg'iri. Malaka-ku. Mashallah. Hurmatli obunachilar, mana sizga qarang. Biri-biridan zo'r, biri-biridan chiroyli. Sutlar ko'plardan so'raganlarga bugun ajoyib videorolik taqdim etamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Quvvat tumani Arzonchi bola Amirullo akamiz xonadonlar. Har 2 kunning birida bu yerda 5 ta 6 ta sigirlar sotiladi, akalar. YouTube kanalimizga joylaymiz. Olganlar ham, sotganlar ham minnatdor. Xudo xohlasa yana sizlarga yangi partiyani ko'rsatamiz. Assalomu alaykum, hurmatli Jasuruz kanali obunachilari. YouTube kuzatuvchilar, chorva ishqibozlari, sigir ishqibozlari. Bugun 5 bosh tayyor tuqqan ona bola sigirlarimiz bor. Ma'lumotlarni beramiz. Qaysi birlari yoqsa, ma'qul kelsa telefonlashib, savdolashib, kelishtirib, tushirib, yana tushirib olaverasizlar. Arzimas mehnatsiz qo'llab-qo'llagan holatda bir donadan like bosishni iltimos qilamiz. Akalar pul mega vatolmaydi. Qo'llab-qo'llash podeshga shu sigirlarni kimdir olib turib, sog'ibchi duo qilsa, savobi sizga ham bizga ham borib turadi. Videoni bari ko'ryapsiz, vaqtingiz o'tyapti. Bitta like bosib qo'ying, sizdan hech narsa ketmaydi. Va bizni ko'rayotgan insonlar bo'lsa, ekraningiz ostidagi podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna bo'ladigan yozuv bor. O'shani bosib qo'ysangiz, biz kirgizib borayotgan videolar sizlarga muntazam SMS tarzida borib turadi. Ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Ana bu baklari qaranglar, akalar. Buni qarang. Bitta 25 lik kanistrasam u kichikroq qiladi buni oldi. Vahshiy sutli molak ekan. Amirullo aka, ming. Assalomu alaykum, Jasur aka. Aka tuzimisiz? Sog' yaxshimi aka? Yaxshi oldingiz. Assalomu alaykum, Jasur aka obunachilar. Xudo 5 bosh chiroyli mollarni aka tug'dirib, sutlarni sinab, qaymaqlarigacha sinab qo'ydi aka. Xudo telefon qilishaversin, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammasi eng qizig'i hammasini bolasini. Aka bular qatdan kelyapti? Bular mana qaranglar. Bo'g'ozlikda kelgan. Parlab olingan ekan, paytida ham. O'n bo'lsa ali sut sinalgan yo'q, yerda turibdi aka. Yangi tuqqanlari ketyapti. Raddomda. Raddomda turibdi hozir. Chilar chiqqan yo'q. Aka, yemasa, ichmasa, aybi bo'lsa, Biz yemasa, ichmasa, ustida tepsa, bir aybi chiqsa, bachadona bo'lsa, bir haftaning davomida sinashib olaveradi. Pulini dakab-bekab ber. Eng qizig'i 500 ming pul berib olib ketaversin. Molga ishonaman. Kecha kelib bugun ketayotgan mollar bas aka. 200 ming foyda qilsa shu bolalar rasvoddan tashqari molni sotdik. Telefon qilishaversin. o'shaning uchun ham sotilyapti. Sotilyapti aka. U ko'ryapsiz-ku, mol uljumayapti. Uzun katta mol ekan. Tishlarni boshlayveramizmi? Tishlarni bir boshdan boshlayveramiz. Ha, mashinadan boshlaylik. Bolani ham qarang aka. Jonim bor. Xohlasa bor, Tekis. mashina bola bor, o'zi chiqadi. Akalar, albatta bolasi buqa sigir ko'p chiqadi. Bolasi o'g'laniga nisbatan ozroq chiqadi. Ha, buniki 6 kurak. 6 dona, ikkinchi bolasi. Yosh ekan. Xudo xohlasa maza qilib sog'ib. Chiroyli. Yirik mol bu, kichkina mol ko'rmanglar. Kichkina mol bas, orqasi aka 150 dan baland, oldi 140 dan baland. Yaxshi, katta mol. Ko'cha beraveraman ishqoziga bo'lsa. Ana. Ko'rsating. Mana aka. Bu qancha 8-chilar? 8-chilar kichkina aka. Bu ham shu ikkinchi bolasi. Mana buni ham bolasi o'qi. Gibridcha. Gibrid bolali, sutdorlari, tig'darlari. Buni ko'rsataveraymi, aytib ko'raymi, ishonaverasiz. 2 dona. Yo'qmi? Buni tishi qani aka, nima qilib qo'yib oldingizmi? Suzgan yo'q, xudo xolasa aka. Endi tishini birinchisini chiqarishni boshlabdi, hali sorti aniq, qoni toza mollar aka. Keyingisi. Mana qaranglar. Bu 8 kurak. Bu 8 kurak. Xudo xolasa 3-chisini tug'di. Rosa ochilgan fay. 8 kurak yaxshi mol ekan. Ola qora chiroyli mol ekan. Jonivorlar, qaranglar. Bu o'zimiz sog'ib ichib turgan kichkina bir teko ekan. Lekin mashmollar bilan bellashaveradi. Sutiga. Bo'yiga bas. Ha, sutiga. Mana aka. Bu ham 8 kurak yaxshi, ishlari zo'r. Hamma yo'g'i joyida. Xo'p.
Amrullo aka, ertalab oyoqdan ma'lumot beraveramiz a. Beraveramiz aka ma'lumotlar. Mana qarang, aka bugun xudo xolasa sut kuni. Yo'q. Sut beradigan mollar hammasi bor-ku. Olgan odam maza qiladi aka. Qaysi birini olsa ham bor-ku. Maza qilib sog'uvchi. Tomoshabinlar oxirigacha ko'ringlar, layklarni bosinglar. Xudo xolasa sizlarga bir yoqadigan video qilib beramiz. Qarang, shu video ostida 500 ta like bo'lsa 1 million yutib ketdi. Bo'ldi aka mollarni xayri telefon. Bor aka. Boshladik aka. Mana juplar o'ylayman mana. Bir-biridan para mana. Ikkitasi bitta odamga bo'lsa, bu ikkitasi bitta odamga bo'lsa bor-ku. U kichkinasi endi bir ro'zg'or boqib joyi bir qiynalgan oilaga yengroq beramiz. Telefon qilish olsa yengil qilib beraman aka. Mollar dimlangan yo'q Jasur aka. Ko'ryapsiz-a Jasur aka. Dimlasam u maqqa o'tib ketadi. Hech qaysi molim dimlanib boshqa bo'lgan yo'q aka. Mana buni ham ko'rib oling. Mana buni ham ko'ring aka. Mollar hech qaysi dimlangan yo'q. Mana. Ha. Chechordi-da. Telefon qilish qaysi biridan boshlaymiz? Yengildan boshlaymiz. Yengildan boshlaymiz. Bismillah. Yeriga yaqin suti ko'p bo'lasa, novvoscha buqachasidan. Voy baklaringdan. Ana 1 yillik moli bakini havo olibdi o'zi bilan. Katta mol bilan bellashtirib O'ta ham go'zal mol ekan. Korobkasimi? Chiroyli. 4 son. Mana mol. Sigirmisan sigir. Amrullo aka, bolasi kindiga turibdi ekan-a, hali 1 haftalik bo'lgani yo'qmi? Sutini sinab, sog'lig'ini maqib qo'ydi aka. Qancha sutga beryapsiz? Sutini aka 22 ta sut beryaptimi, 18 ta sutga beraveramiz. 22 ta sut beryapti, 18 taga. Yengil, xotirjam. Xotirjam 18 ta sutga pul bermasdan olib kelib sinashib olamiz. O'sha gapni qaytaring. Pul bermasdan olib kelib sinashib olamiz. Sutidan aldanganlar, moli tepayotganlar kelib bexavotir sinaqda joydan olib ketib, pullarni kerak, mol yo'qsa pul berishaveradi. Ana. Nechta sut? 18 ta sutga sinashib beraveramiz. Qarang, 18 ta emas. 12 ta 13 taga. Yengil. Qarang. Ha, oxiri yengil 12 ta 13 taga deylik. Berayotganini gapiryapti. Ali, qarang, sizdan ziyoda qilib bo'lsa, sizdan ko'proq sut olsa. Bo'ldi aka. Xudo xolasa baraka topadi. Narxi nechi pul? Boy aka? Narxini yopishtirib aytamiz, Jasur aka. Qancha? Boshqa gap keragi yo'q. Qancha? Aka 33 million kami bor, vodiy stavkasini qilib beramiz. 30 pastiga bitta gapiring. Jon aka. 30 pastiga unaqa. Dangaliga dangal. Tezda sotaylik. 30 pastida to'g'ri kelmaydi, molni ko'ring aka. Molim bor deb, qarang, molim bor deb, hali maqtanish bas. Narsa yo'q, Jasur aka bizda. Unaqa narsa yo'q, Jasur aka bizda. Kelishtirib bering, jon aka. Kelishtirib bering, tezroq sotaylik. Yoshlar hamma yog'ini ko'ring. Yo'lda o'rtasidan to'xtatib sog'orasizlar, akalar mana. Hamma yo'g'i joyida, mana. O'zimiz sog'ayishib turgan mol. Mana, bo'ldi. Aka, bitta boshqa narx ayting. Tushmadi. Jasur aka 33 million yomon gapirdim. Yomon gapirdingiz. Bo'ldi aka 32,5 million kami. Yo'q, qaytdan. Yaqib ketingchi. Qaqa ketdi. Pastga. Bo'ldi 32 million kami. Ya. Yomon Jasur aka. Zo'r, qani katta narx aytganim yo'q. Zo'r ketyapsiz. To'g'risida. Zo'r ketyapsiz. Qani tushiring. Molga ham aka 25 ta sut aytishib yuboryapti. Men 18 ta sutga sinashga pul bermay olib ketaversin. Bitta boshqa narx ayting, tezroq sotaylik. O aka, 30 pastiga bo'ladimi? Yo'q, 30 pastiga. Keting 30 pastiga. 30 pastiga bitta gapiring. Yo'q, 30 Dangal. pastida. Dangalik. Ayting. 30 million kami bor. Yo'q, pastiga bitta gapiring. 30 pasti kamida, Jasur Yo'q, aka. videoda. 29,5 million kami bor. Bor. Akalar, olaverasizlar. Mana bu. Rangi, toni, sifati hammasi joyida ekan. Molasi ham mana dadil, ichki keti qonoqroq, boshqasi yo'q. Olgan odam maza qiladi. Toza rasizga cho'rni pyostra. Buni ham molasi novvos. Ammo lekin hosilimi dahshat. Mana. Bak, sut, bola. Ha, qarang. Yerga o'lsam, tepaga sakrayman degan buqacha ekan. Jasur aka. Aha. Ichki yo'q chiqadi. Ha, bo'ylari 1.35 yon verida. Quraylari 8 tamidi buniki? O'sha 8-oltinchidan to'ldirgan. Yo'q, 8 ta. Bola buqa. Mana yuvoshligi. Akalar yo'l o'rtasi, ko'ryapsizlar. Usib tepishiga javob. Usta tepsa, usta tepsa bepul. Shuni bepul, urug'aymog'i bilan bepul, Jasur aka. bola qarang dadilligini. Bola. Polvoncha, qoravoy. Taysonga o'xshar ekan. Buqacha. Yuvosligimi? Mana yuvoshligi. Hamma yo'g'i joyida. Jasur aka o'nchab tanlamaydi mana. Ko'ryapsiz-a? Orqa oldi tanlamaydi aka. Yaxshi, bola aka. Ha, bo'ldi. Qora akanga beravering. Ha, bo'ldi. Ketdik. Aka, nechta sut? Jasur aka bu 25 ta suti bor, 22 ta. Jon aka. 15 ta bersin. Endi aka sut oxirida men berayotganni Qarang. Moli gapini eshittiring. Molimni ishonganim uchun 500 ming pul berib olib ketsin deyapman. Ishonganim uchun shu sutni gapiryapman aka. To'yini to'qilish o'zi endi suti o'zini oxirida. Yegizsa men aytgan sutni beraveradi. O'sha yengilroq beravering aka, bir hali siz oxiridan boshqa, birovlar oxiri boshqada. Aytib bo'lmaydi. Siz hozir 25 tagacha olyapman deyapsiz, borib turib 10 ta sotib olish ham mumkin. Qarovga qarab turib. Endi qarovga bog'lanadi. Mumkin 5 olar,
ali quruq poyaga baylab turib yoki dala o'rtasiga baylab qo'ysa, u sutlar bermaydi-ku. Chunki boyada ular sut bermaydi. Bermaydi-ku. Sut beradi aka. O'sha uchun aytyapman. Ozroq bering, ali oddiy eng past darajada boqadigan dehqon sharoitdan kelib chiqib sutga bering. Sizdan zo'r boqsa, sut olaversin. Ko'ynini to'q qilib olaversin kim olsa ham. Ammo lekin moli korobkasi zo'r akalar. Maketi hosili zo'r. Kim nima desa desin, lekin mana ko'ringlar-da, chiroyli mol, sifatli mol. Ko'z bilan ko'rganini aytyapmiz biz ham. Mana qo'ziqlar to'rt joyda oq yelin oq tutamligi yaxshi. Amrullo aka, qancha deyapsiz? Bolasini bu tarafdan tashlaying-da. Bolasini aqoli. Yani icha oldiga qilavering. Endi aka 12 ta viloyatda bozorga solishtirib olaversin. Yutga qo'yganlarni ham bozorga solishtirib olaversin. Aka 44 million ozgina kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beramiz. Ha, 44 mi? Kelishirroq, yaqinroq arting. Yomon gapirmadim. Yo'q, qarang. Qo'yganlarni o'zim ham ko'rib o'tiribman-da. Yo tushiradi, baland deyapsizmi? Sizni ham kanalingizni, boshqalarning kanalini ham ko'ryapman aka. Aka, Yaxshi xalqdan chiqib ketganimiz yo'q bizning. aka tushiradi, baland deyapsizmi? Yo'q, unaqa tushiradi, baland aytganim yo'q aka. Molga qarab aytyapman. Boshqadan narx ayting. Shunaqa pulga bermaydi. Qani tushirmaydi aqlim narx aytingchi. Ammo lekin 1-2 million bor, dadil gapiring. Birinchi unadim, jon aka, bunchalik qilib olishdi o'zi bola buqa aka. Ketdi, ayting. Sutga. Qani narx Stok qiling Jasur aka. gapiring. Aka bo'ldi 43.5 berishsin. Nimrang kami bor. Yo'q, nimrang bas. Yo'q aka, o'zingizda bo'ling. O'zingizda bo'ling, tezroq. 3,5 million kami. Boshqa. Aka yomon bo'lmadimi? Boshqa narx. Molni ham qarang aka, Ko'rdim. hamma yo'g'i joyida, yuvosh, bolani ovoz. Dadil gapiring, sizga yarashmayapti. Bo'ladimi? Bo'lmaydi. Jasur aka, telefon qilishaversin, ko'ynini to'q qilib. 40 o'tib berasizmi? Yo'q, unadim nima so'ramay qo'ying, ushib qolamiz. 40 o'tib bering. Nimaga? 35 so'rasan haqqi bor xaridorda. Ya mayli 30 so'rasa haqqi bor. Molni ovoz odam tushunadi o'zi aka, molni farqi bor ekan. Ayting. Tushunadi. Boshqa narx ayting. Aka 42 million kami. Yo'q, 42, 41 bas, 500 qo'shdim. Nimaga 500 qo'shadi? 40 millionga 500 qo'shdim. Jon aka, unaqa qilmang. Sotdingizmi? Bu yerga solmang, yozib soqib paqir. Ketdimi? Qana solsa ham sog'oradi. Nimlang? Qora aka beringning. Beradi qo'shing. Yo, sizlar. Bo'ladirg'on qilib Ey. gapiring, aka tuzatib so'rang. Xalq taraf bo'ling. Bizni ham ko'rayotgan xalq. Shular bor, biz To'ppa to'g'ri aka. ishlayapmiz, tirikchilik qilyapmiz to'g'risi. Aka, olgan odam xudo xolasa bir zarar ko'rdi. 40 million 500 ga ketdi. 40 million 500 ga. Kami bor. Bo'ldi 42 million kami. Ha, hozir 40 deb 41 Bo'ldi 41 million kami bu. 41 degandingiz o'zi. Bo'ldi siz. 40 million 500 ming kam bor, yo'q bo'ling. 100 ming kami xayrli o'tdi. Gapirmasam ishontirib olasiz. Ketdi, yaxshi mol akalar. Ko'ryapsiz, bunaqa mollar 37-38 ga bozordan topa olmaysizlar, to'g'risi. Yani biroz mehnatingiz bor, talashinglar, xudo xolasa mol sizniki bo'ladi. Yaxshi mol. U oldi ketdi, korobkalar, maketlar chiroyli mol ekan, shuni hisobiga. Eng qizig'i bor, paqir tetmaydi, boshqa qilmaydi, yuvosh aka. Paqir teshadi, ha? Omad sog'ishda paqir teshadi aka, o'rg'il. Ha. Bo'la, sog'amiz hozir. Ko'ylini to'q qilib olishaversin mana Jasur aka. Hech qanaqa bir tepish ayb g'ubori yo'q aka. Buni qarang. Inshaalloh gibrid ona bolalardan. Bolasi semental bo'lsin. O'zi birinchi qorniga hali kurak buzmaganidan so'raganlarga. Mana. Jonivor qayda? Qaytaring, uzoq yetalashadi. Qaytaring. Jonivor, qaranglar. Bola nima? Bola buqada. Bu qachon? Bola bu qachon? Bolani ham qarang, Jasur aka. Aha. Boqolasi olgan odam mazza qiladi. To'xtat. Qo'ng'irayig'idan va turishingdan san. Bo'ldi, turishida. Voy, go'zal ekan. Bitta oldinga. Torting. Mana bu narsa. Mana bu. Ammo lekin bor haqiqiy sifat narsa ekan. Seni ko'rsa Jasur aka. Kuragi yo'q hali. Yo'q hali. Birinchi qoringa shu darajada. Jonivor. Akalar, o'zi gibrid bolasi semental, storidan, tig'doridan birinchi qoringa. Bolasimi bu qacha? Bunaqasi hada bo'lmaydi. Haqiqatan. Nechta sut? Aka 25 ta sut beryapti, 20 ta sutga beraveraman. Voy mashalloh. Buni ham xuddi shu aka. Aha. 500 ming berib olib ketishaversin, yo'qsa pul berib ketsin aka. 200 ming bersin. Bo'ldi aka, pul bermay olib ketsa ham ishonaveraman. Ha, bular akalar 135 kilos. Mol lekin oldi ket korobka pachka. Narxiga nech pul deyapsiz? Narxini yopishtirib aytamiz aka. 47 million kami bor, vodiy bo'ylab dastlabkasi. Ana 45 ga berasizmi? Ha? 45 ga berasizmi? Jasur aka, nima mendan ashar 2 million so'raysiz aka? 45 ga berasizmi? Bo'ldi, telefon qilishaversin. 44 ga ham berasizmi? Telefon qilsa 45 million kami bor aka. Telefon qilishaversin. 43 gachi? Telefon qilaversin, kelishtirib. Hamma pastdan biz tepadan pastga tushamiz. Hey gap yo'q. Akalar, dadil, qani yopishtir bitta. Zo'r gapiring. Bo'ldi, 45 million kami bor.
boshqatda. Yomon gapirmadim. Bitta boshqatda qani? 44 million kami vodiy bo'ylab dastlabkasini qildi. Xo'p bo'ladi. Hurmatli akalar, ko'ryapsizlar, bozorda ham bor-ku, bozordan 47-48 million savdo bo'lyapti. Sizlarga arzon qilib chiqaryapmiz, like deb bossangiz bo'ldi. Mashmonlarda Jasur aka mandan olib bozorga olib chiqib, foyda ko'rmasa 2 million 3 million olib sotarlar ham olib foydalanyapti aka. Dehqonlar ham 2 million 3 million foyda ko'rmasa molim bepul. Telefon qilishaversin aka. Gap so'z yo'q. Mana bu baklarni qaranglar, baklarda. Nima deyapti bu? Mana sut yo'q, hammasi bitta sigirda mujassam. Xudo xolasa bola ham yaxshi bola bo'lgan, stakan yo'q, sementalcha. O'zi ham gibridda, o'sha otasi semental bo'lgan, onasi semental bo'lgan. Sementaldan shunaqa zotlar chiqadi. Mana olinglar, maza qilinglar. Qo'lingizdan kelsa 40 millionga oling. Qo'lingizdan kelsa 35 millionga oling. Bu sizdan. Lekin sigirga gap yo'q. Nomer oling. Mana haqiqiy sersut chempionlari. Bolasi gibrid buqacha. Yorib oraman degani, suti to'kib oraman degani. Ko'rsating Jasur aka. Nozi obunachilaringizga ko'rsat. Yo'q. Nozi sut ichaman, 3 ta mol boqib yur, 2 ta mol boqaman degan nozi obunachilaringizga ko'rsat. Voy sani baklaringdan. Mashalloh. Sigiri Xolasi ferma. Nomer oling. Xolasi uyda boqsin. Nechinchi qorin edi bu? Ikkinchi qorin 6 kurak. 6 kurak. Bolasi buqacha. Hamma yo'g'i joyida. Bola buqa. Xudo xolasa borib, ushab turibsan. Bu yelkalarini, bellarini bir qator ko'rsatib qo'ying. Mol zo'r. Xudo xolasa olgan odam yayraydi. Krasotami? Yurgan mol. Sagona yurdi. Tiyib qo'yibdi bizlarga hamcha aka. Bu boklarni qarang aka, sut tomirlarini qarang aka. Apparatga ham qo'lga ham sog'diraveradi Jasur aka. Behijolat aka, o'yinchab orqa oldi demasdan telefon qilishaversin aka. Ag'idan ham bag'idan ham bittadan kelinni o'tirib sog'averadi aka. Telefon qilishaversin, tas sotiladi Jasur aka. Joylarini to'qqisin aka. Mana bu. Mana. Nechta sut beryapti? Aka 38 ta sut beryapti. Nechta? 38 ta sut berib, 35 ta sutga sinashga beraman. Ay 20 taga bering. Aka 15 ta qilib olish ham o'zini qo'lida, 38 ta sut olish ham o'zini qo'lida. Keyinroq, ozroq Mana berib qo'limda 38 ta sut beryapti. 500 ming pul berib olib ketaversin. 15 ga 20 ta sutga yengil oling. Olaversin aka, Yengil oling. 38 ta sutga, lekin mana oxirimda 38 ta sut. Xo'p. Narxi necha pul chiqadi endi buni? Narxini yopishtirib aytamiz Jasur aka. Qochirtirmasdan. Bolasi menga qarating boya aka. Ana endi zo'r tushdi. Mana bola. Xo'p, ana novoz bolalingiz. Qancha? 52 million kami. Joyini to'qib telefon qilishasiz. Xolagan bozoriga solishtirishib olsin Jasur aka. Xudo xolasa bular ancha turgan mollar. Yopishtirib beramiz yana kami bor aka. Men eshitmadim, siz aytdingiz. Ular asha sizniki bitib ketyapti. Men eshitmadim. Mollarim chiqqanda bu aka bular ancha turdi, o'zingiz ko'rgansiz. Mehmonxonada ham. O'sha oldiroq kelgan arzonroq keladi-yu aka. Arzon keladi-yu, jon aka. Bu aka 11 ta kasallikka nimasini qilib qo'ydim. Hozir tomon aytaman, tushirib yuboradi. Keyin ey aka bo'lmadi deysiz. 11 ta kasallikka litseniyasini qilib qo'ydim. Boshqa narx ayting, boshqadan narx ayting. Boy aka. Boshqadan narx ayting. U narx baland. Yomon gapirdim. Yomon gapirdi, o'ta yomon gapirdi. 1 million kami bor. 1 million bo'lsa zo'r gapirdingizlardan. Yo'q. Telefon qilish. Boshqa narx ayting. Qo'lda bering mana. Obunachilaringiz o'rniga, mashinaga qiziqqanlardan 50 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabkasini ham qildim. Yo'q. Bo'lgan keting, qani ketavering, men o'zim to'xtataman. Men nima deya hozir Yana bo'lmasa. tushing, yana tushing. Yo'q, Jasur aka. Tushing. To'g'ri tushuning, Jasur aka. 40 xonalilardan gapiring. 40 xona. 49,5 million kami bor. 48 millionga bo'ladimi, qora aka? Nima deysiz? Ketdi-da. Bor baraka. 48 million o'tib beramiz. 48 million kami bor. Hurmatli obunachilar, kami bor. Ammo lekin mol krasada. Nomer oling. Suti yorug'da boraman. Hali yomg'ir bo'lib yog'adi sutlar, xudo xolasa bor. Buni olgan odam hali qaysi bir qo'yingiz borib so'rab chiqsa, mana deb berasiz. Haligiz. Albatta borib, ertalab sovuq albatdan tagiga kirsangiz sut beradi, chiroyli qilib boqsangiz. To'g'rimi aka? Bitta gapda aka. Masalan, siz ham molvoz odamsiz, molga tushungan odam bor, любой odam bor. Eng zo'rman degan otni egarini bor, olib kelib mashinaga bossin, tushmaydi. Eng zo'rman degan otda aka. Endi qarang aka. Beli katta-da, beli katta. Qo'si katta ekan. Hamma yo'g'i joyida, yo'ldoshlari yaxshi tushdi, hamma yo'g'i zo'r bo'ldi aka. Xudo xolasa aka, mo'jalim baland edi, mayli aka. Obunachilaringiz xursand bo'lsa, sutini sog'ib ichib, bitta duo qilib qo'ysin aka, bundan ham zo'r sigirlar chiqaraveraylik aka. Nima qilasan? Like'larni bossin, havas qilganlar kommentariyalar bossin.
Mana shunaqa mollardan aka 100 mana shu molxonasida bayliq tursin, moldan zeriksin. Amin Alloh. Allohga tilon qilishaversin. Bola ham buqacha akalar, sutdan to'lsalaringiz. Qarang, bitta joyda akalar qarang. Bozorda ko'ryapsiz, biz ham yuryapmiz. Mana shu buqachani 6 oygacha ertalab masalan bir mal chopib, kechgacha qo'yib yuborlar. Yursin ham. Kechqurun baylasalar, yana bir malda bir 10 ta atrofida solsangiz bo'ladi-da. Endi 10 ta sut bilan o'zini ham oilani ham boqadi bu sigir aslida. Mana bola bori 6 oyda 28-29 million buqacha bo'ladi kamida. Eng kamida 25 million bo'ladi. Endi hisobini olsangiz, akalar bu sigir bola 20 million, 25 million qolib ketadi-da. Sigir o'zi. Bu yana ungacha qochib qolsa, sigir o'zi o'sha puldan ziyoda bo'laveradi. 25 million bir yilda ishlatib ko'rasizlar. Bir yilda musofirchilikda ham akalar 25 million bir ishlamay to'planmayapti-da, qarang. Bu bilan uni ikkalasi olsalaringiz, bittasi bepulga ona bola qoladi. 6 oy, 7 oyda. Juplab olganga. Jasur aka, krasniy pyostrlar zo'rlaridan keladigan odamga ko'rsating. Voy mashallah, bo'yni uzunligini qarang. Bolani qarang, buqa beryapti, buqa. Og'iz to'ldirib ovoz yurasizlar. Voy aka qatdan kelyapti bular, ey. Aka bular tishga vaydilar, chiqyapti. Aka o'g'lisa bo'lib, qo'ygandan mazza qiladi aka. Aka qarang, har 2 kunda shunaqa zo'r sigirlar chiqyapti, ha? Bu ovozlari aka tug'ilyapti, xudo xolasa. Bir kun sotasiz, ikkinchi kun tayyorlayapsiz. Siraz tayyorlayapmiz aka, xudo xolasa bu tayyor bo'lmaganlarni olib ketib olishyapti. Bolaning ovoz uzun, gazi uzun bo'ladigan, bo'la turgan buqa deydi o'shanaqa. Bo'la turgan buqa aka, o'sha shvedni ovoziga aka. Chista germanskiy shvedda qo'yilgan. Ha bola. Qisirlikda kelgan bu. Kuraklari 8dan chiqarganda bu ham. Ha. 3-bolaga. 6 kurakmi? Osmon 6 kurak, ikkinchi bolasi. 6 kurak. Tuqqanda fermadan olganman. Qancha suti bor? Uzunligiga qarang. 2 metrga bo'yni ko'tasi. Qancha suti bor? Ana qarang. Voy. Ana qarang. Sutini Jasur aka, Ha. bu ham shu 28 ta suti bor, 25 taga beraveradi. O'zi 30 dan tepasida sut beryapti. Yaxshi, katta mol aka. Qo'yib yuboring, yursin. Xo'ram mol aka. O'g'da ham g'ajir, ishtahami vot-vota. Vota. Vot-vota aka. Vata. Mas aqlni sog'ib ichadi, o'q yeydi. Chiroyli mol aka. Ana bola. Aka. Molingiz bo'ylari 1.45 plus, orqasi 1.50 ga yaqin. Orqasi 1.50, oldini 1.40 ga o'lchab beraveraman. Yarim santim kam chiqsa ham mashina olib berdim. 1.40. 1.40 ga shuni o'lchab beraveraman. Oldini, kichkina orqa 1.50. Lekana qarang bu usulligini. Akalar, bu biroq sira mol emas, fermani moli. Jasur aka. Ha, 6 kurak, chista 6 kurak bo'lgan ekan. Ikkinchi bola. Ha, toza 6 kurak. O'zim qo'yganman bu molni. Ko'nglini to'q qilish olsin aka. Sutini olib olsin. Aha. Bolasini oldiga bor, qora aka. Yoniga bor. Yoniga deydi mana. Bolasini ko'rsa yurmaydi mol. Chiroyli qilib obunachilarga ko'rsatib qo'yaylik. O'sha ko'pchilik bilan fermani mollar qanaqa bo'ladi? Bular zagonda yuradi-da. Boy aka. Boy aka, qancha? Aka 55 million kami bor, vodiy bo'ylab dastlabkasini qilib beraman. Voy, buncha noz qilasan, voy deydi-yu. Baland aytyapsiz. Baland aytyapsiz. Moli zo'richa balandroqda, aka, tikroqda. Nima deydi bo'lsan, gapiring, o'zi vijdonan gapiring. Bir 5 million shuru gapiring. 50 million kam bor. Ha, 5 million shuru gapiring. Tezroq sotaylik, boy aka. Akalar yana bir gap, katta mol kichkina mol katta ko'rinishi mumkin. Ko'z bilan ko'rsangiz yirik mol. Uyga borgandan keyin 1.40 ga oldini o'lchab olsin, 1.5 ga orqasini o'lchab olsin. O'sha. 1 santim, yarim santim kam chiqsa ham molimni berib. Yo'q, yetalavering. Qancha deysiz? Mol yetalavering. Yurganda o'zini bo'sh qo'yadi-da. Uzunligini qarang. Yong'oqdan yeb tashlar ekan bu. Nimani bo'lsa uradi, nimani bo'lsa. Voy aka, qanchaga qoldik? 55 kami bor. Yo'q. 50 ta pastga ish bitadimi? Yo'q, 50 ta pastga ish bitmaydi, Jasur aka. Bitsin. Chakana turmaydi. Aka 50 million ham hazil pul bas, ha, ey. Voy aka, bitta qarang. Tomonga bir qarab qo'ying. Mashinadan chiqadi, chista germanskiga qo'yilgan. Bitta Nexia'ni puli-da, aka. Nexia'ni puli aka, ana xudo xolasa Nexia'ni pulini chiqarib yuboradi. O'sha xudo xolasa bo'ladi. Sabr, mehnat, qarov boqish kerak. U ham o'zini-o'zi bo'lmaydi. Yedirsa bo'ladi, bu ham sut bersa bo'ladi. Bu sigir sut sog'ib olib bolasiga sut bermasa bo'lmaydi. Qani, sizdan ayting. 54 million kami bor. Ketdingiz yana. Pastga qarab. Gapirmadim aka. Pastga qarab gapiring. Bo'ldi 54 million kami bor. Yo boshqa gapiring. Bo'ldi. 50 ta pastiga ish bitadimi? 50 ta pastga ish bitadi. 50 pastiga ish bitsin, ketdi. Ha. Nima? Qaranglar bir gap. Ko'ngil bor, beray deyapman, yana dichaturaman, beray deyapti. Ha, o'sha beray deyapsiz. Bering, ketdi. To'g'risi-da. 50 ta pastiga ketdi. Ba'z boshqa bas, hamma yo'g'i sog'lom aka, hech nimasi yo'q. 50 pastiga bo'ladimi? Meni odam bug'ini tushirmay aka. 50 million kami bor, kami o'zlaridan. Bo'ldi, bor aka. Telefon qilishimiz.
nima qilishyapsan? Akam 0.90 oldi. Videoga chiqib qoldingiz. Sotiladi. Salom alaykum. Bari 0.90 bo'lsa biz 0.97 bor. Nariam 0.90, 0.97. Patnima, nima bo'ldi nomida? Aka telefon qilib yaxshi mol, chiroyli mol, sifatli mol. Endi bir gap bilan aytganda olasan, boqasan, yosh. Hali 3 ta 4 ta tuqqan mol bo'lsa boshqa edi akalar. Yoshligiga e'tibor beringlar, sifatiga e'tibor beringlar, olaveringlar, to'g'rimi? To'g'ri, ikkinchi tug'ish ijozati. O'sha gap 200 ming boyda qilsam, mana bolalar rasoddan tashqari sotdim aka. Bu mollar aka urug'iga tushgan yo'q aka. Bitta duo o'g'lim ishlari rivojini bersin, maza qilib sog'ib ketgan desa bo'ldi. Meni ko'nglim mol osmondan yetadi aka. Idirish jarayoni boshlandi. Birinchi chiqqan sigirimiz qoravoyimiz. Bu tozalab qo'yish. Mana akalar. Kayfiyati ko'taramiz. Sigir sog'ishga qaranglar akalar mana. Ikki tarafdan 10 chattalamaydigan sigirlar arzonchi bo'ladi. Amirullo akamda bo'ladi, kelaverasizlar. Kichkina demen bizda ko'tarib uramiz sizni degan sigir. Aka, eng katta molim bilan bellashaveradi o'zimizning emchi mol aka. Laklarni bosib qo'ysin, aka. Xudo xolasa olgan odam maza qilib sog'ib ichib bo'ladi. Bu qoldingizmi? Kelinglar. Nasib aka? Jonivor zo'r mol ekan. Mana aka. Biz qayma. O'lchaymi yo quyib yuboraveramiz? O'lchaymiz. Ha. Bankalab, litrlab o'lchab beramiz. Aka, ko'ynini to'q qilib, sutdan aldanganlar, molni tepayotganlar telefon qilishaversin. Bizda unaqa narsa yo'q aka. Bizda faqat jonli ijro bo'ladi. Panagramma aytilmaydi Jasur aka bizda. Ketdik. Mana. Hali qo'shni rasulov aytadi-yu, faqat bizda jonli deydi-yu. Qo'shni singari aka bizda. Faqat jonli bo'ladi. Bunisi idirilyapti sirada mana. Videoda ko'rsatib o'tib ketamiz. Domla, bo'ldi, viza chiqdimi? Qachon ketamiz endi? Fevralgami? Xo'rasa, Koreyaga. Harakat. Fevralgacha Jasur aka qolgan mollar bo'lmadan tug'ib olsin aka. Bir xalqimiz duo qilib tursa, Xudo xolasa. Imtihonlardan o'tdik, bag'i endi oz qoldi. Shu bolaga aytguncha mollarni hammasi tug'ib olsin iloyim. Shu Koreyadan koreys qiz bitta olib kelar ekansizlar. Shuni juvab beramiz? Bilmayman, koreyscha tushunmayman. Jasur aka ko'ynini to'q qilsa, aytilayotgan sutdan bori 100 gramm qo'shilgan yo'q. Xudo xolasa olgan odam maza qilsa qiladiki aka. Boy bo'lsa bo'ladiki aka, kambag'al bo'lmaydi aka. Mana qolgani mana bonus. Qo'y. Mana. Keyingisini sog'amiz. Voy. Mana ovozlarini qaranglar. Vaza. Qanday sharmollar? Novara chalyaptimi bu? Mana ikki tarafdan. Bu akalar ikkinchi chiqqan olamiz. E'ti badan qarang, sigirlar-da. Yemda turgan ekanda. Bo'li. O keyingi mahallaga o'tib ketaveradi. Napor o'ta kuchli. Mashindan bag'i bor aka. Hammasini apparatga javobini beraman aka. Apparatga ham qo'ygan sog'diradi. Narigi sog'ma apparatga sog'ilmaydi. Saqish og'zida ekan. To'lib qoldimi? Kelinglar bo'lmasa. So'qsiz chiqaveradi. Oy, jonivor qolmadi. Yo'q, qo'ydik. O'lchasiz o'lchab beraman. Ikki tarafdan qo'ydik, qani. Vazalarni qo'yib beringlar-chi qani. Sutlar yomg'iri. Malaka-da. Nasib aka ikkitasi shu bitta bachoy to'ldiradi. Xudo xolasa. Akalar, mana indiryapti, mana idishni bitta ko'rsating o'zingiz. Hozirgi idishni. Yana qolmadi, uni qaranglar. Aka, haqiqiy qog'oz edi. Qog'oz yana qolmadi, ona jonivor bo'lib, ikki paqir sutdan keyin. Ayog'i otdi, nima qilaman? Ne qilib qo'ydi? Mana zo'rlashadi demasin, yozib bermasin yana. Mana aka. Umuman tepishni bilmaydi aka. Zoti bor narsa aka. Unaqa jittaq narsa emas aka. Qoni toza hammasini aka. Qonigacha tekshirtirib olishaversin. Senga bu qomati raso Farg'onada bittagina. Nasib aka, kuragi yo'q deb ko'ryapsiz aka. Kuragi yo'q, kishi yo'q bo'lgan aka sog'diryapti. Yaralangan qush hamon uchmoqda deydimi? Aka, qalay, yaxshimi? Bir gapiringchi endi. Sog'liklari zo'rmi? Zo'r aka, sog'liklari. Yo'q. Yaxshi. Akalar, jima qilaverasizlar. Mana, sog'liklari zo'r ekan. Sutlar qaranglar.
Keling. Qo'ydik. Qaymaqni o'ziginasi deydi. Sig'armikan bu? Qopog'ini yopib qo'y. Yetadi. Hali chandir qolmadi buni. Hozirgi ish bilan bu ishni farqini sezasizlarmi? Acha mol olayotganda bor hamma joyiga e'tibor berib olaman. Xudo xolasa bor mollarim kim olsa ham xijolat qilmaydi. Nimaga siz mana bu tinjiqli mol olaman. Yedirgan. Sut beradigan mol bor, sut bermaydigan mol bor aka. Shuni farqiga borib olinadi xudo xolasa. Sog'lishlar. Ana bo'lmasa. Ana bo'lmasa bekitib qo'ydi. Haqiqatni yashiramiz ya. Ana sog'lishlar. Bari sog'aman-da. Baribir sog'aman, tagiga kirib bo'lsa ham, tagiga yotib bo'lsa ham sog'aman jalbi. Ito'yini to'qilishardi. Mollar tepadigan mollarni. Boshdan taraf tur. Ey, gapga kirar ekan bu. Taraf turib sog'ib olyapsan, senga ham navbat keladi. Jasur aka, kelib yaqinroq oling-ku mana. Bo'nisini sog'ib oldimmi? Bo'nis hali sog'ilgan yo'q aka. Hay, yetadi. Buni ham oldi sog'ildi. Buni ham oldi sog'ildi aka. Bolasiga ham qolsin. Yo'q, bolasiga emas, hozir molni yana bir paqir suti bor aka. Juda iyi. Qo'ying. O paqirni olib ketsa bu paqir. Juda umuman o'ynalish emas. Jasur aka ko'nglini to'q qilishi olsin. Baxirlar. Molni yana bir paqirdan suti bor Jasur aka. Sog'ib ol. Sog' bir paqirni sog'ib ol. Kelinglar. Jasur aka, to'rinchilari to'lgan yo'q. To'rinchilari to'lmadi aka. Sutlar yomg'iri. Kengishni. Unga qo'yib qo'y. Mashina mana aka. Sutlar yomg'iri. Xudo xolasa olgan odam bor-ku. Sutga muhtojligi bo'lmaydi. Butun mahallani boqadi bitta molim aka. Mazza qilib yotibdimi? Yotishdi qani, o'ta beramdi. Tur endi sutga. Endi bol. Keyin biz sog'aylik. Yedirish boshlandi. Bola ham o'zigacha narsa aka, xudo xolasa silliqligini qarang. Yedirilayotgan jarayonlari. Hurmatli akalar. Nari ikkitasi. Joning sog' bo'lgan. Hurmatli akalar, biroz sog'ilishdan o'tdi. Yumshog'iga. Sutlari plis-minus bo'lishi mumkin. Keling. Bo'ldimi? Bo'ldi, Jasur aka. Ha, ikkitasini sog'dim aka. Aha. Ha. To'g'ri, paqir. Hop, keyingisiga. Keling, keyingi faqirimiz. Hurmatli akalar. Jasur aka yana suti bor. Aha. Bolasi ham katta. Ko'p o'ymadi. Ha, sutlar. Qopdi. Keladi. Mana shu ikki paqir xudo xolasa o'zini aka. Mana uni qopdi aka. Ha, bo'ldi endi. Ko'rib oling. Ha, bo'ladi. Qo'yib beramiz. Hurmatli obunachilar, mana sigirlarni birma-bir yurishlar turishlar ma'lumotlarni berdik. Qaysi birlari yo'qsa, o'shani sizga xudo xolasa aloqa chiqishaveradi. Telefon qilishaversin Jasur aka, xudo xolasa laklab bosib, videoni oxirigacha yaxshilab ko'rishib aka. Ko'nglini to'q qilishib olishaversin. Sinaqda joyidan o'zim sinab sutlarini aka. Yo'qlarigacha sinab chiroyli qilib tayyor qilib qo'ying. Olib borishadi, boqishadi, sog'ishadi, yeb ichishadi aka. Hojona hojatlar telefon qilishaversin, arzon qilib yo'lida qilib beraman. Kim mashinalarimiz bo'lsa, yaxshi kunlarga nasib qilib, yaxshi uylarda olsin, yangi mashinalar olib, hojilarga borib, mol sotib hojiga bordim deb o'sha yerga borib duo qilib qo'ysa bo'ldi.